وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. İslam muallim bilan o'quvchi orasidagi aloqani qanday tartiblaydi? O'qituvchi va o'quvchi orasidagi haq, huquq va mas'uliyat nimalardan iborat? Rasululloh o'zining payg'ambar qilib avatilganligini shubhisizki men ta'lim berguchi qilib avatildim degan jumlaga qanday sig'dirgan? Allohning diniga da'vat qilish, ta'lim tarbiya berish kategoriyasiga tushamdi. Da'vatda o'zgacha uslub qo'llanish Allohning diniga da'vat qilishda ixlosga ta'sir etkazamdi. Nima uchun muallimning o'quvchisining moddiy ahvolini bilishi muhim deb qaraladi? Ta'lim tarbiyada qissa va hikoyaning ahamiyati nimalardan iborat? Qani suhbatimizning davomiga marhamat. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve kafa vessalatu vesselamu ala abdihil Mustafa ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد Dünyanın her qaysı yerlerindeki körümen qırındaşlar Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh. Bugün biz Allah'ın yardım bilen hukuk ve mecburiyet namlı programımızın 24. bölümünü sizler bilen ortaklaşış için ben Nizamuddin Temkini sohbetimizden Mehmini Ustaz Muhammed Ali bilen bir arıq geldik. Sohbetimizden bu bölümde İslami prinsipte okuguchi bilen okutguchi arasidagi haq-huquqlar to'g'risida to'xtalamiz. Assalomu alaykum Ustaz Muhammed Ali. Alaykum assalom. İslami prinsipte okuguchi bilen okutguchi arasidagi haq-huquqlar to'g'risida bugungi so'zlamoqchi bo'lgan suhbatimiz. Bu temaga kirishdan burun Rasululloh sallallohu alayhi vasallamninki innama bu'istu mualliman. Yani şüphesiz ki men ta'lim berguchi qilib avatildim degan so'zdagi maqsad muddao haqida bir tushuncha hosil qilgan bo'lsak. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala amma ba'du. Endi ta'lim tarbiyalash, o'qitish Allohning nazarida başkalarını terbiyeleş, başkalarını yetekleştin artık derece yok da söyleyeyim. Çünkü peygamberlerin ki tutkan yolu bu, hadisin mezmunu göre. Bu noktada biz Adem Aleyhisselatü Vesselam'ın ki yaratılgan ve zimindeki vazifesi belirlengen bir kıssayı qarab bakıda koysak, insan normalda yani doğulganda ya her insan doğulgan vakitte bütün məlumatın hali haleti doğuludu. Ama Allah insanı Allah'ı bir ixtidarla yaratkan ki bu insanı başka hiç qanday məxluqtu yok deb oylayman ben ağan düşüncemde. Yani üzgü məlumat toplayalaydigan, ügünelaydigan bir alahidilikni insan koygan. Perişlerin aldıdımı Adem Aleyhisselam'ın hürmetlilikige ziminde asasi kuch ulab, zaminning egisi ulab, zaminni avod qilish vazifasining layoqati shaklida Adem Aleyhisselam'ning bir narsani o'rganalaydiganligini o'tirg'a qo'ygan. Ya'ni inson mush nuqtada aytgan vaqtida bir narsa o'rganish bilan Alloh farishtalarni sajda qilishga buyrug'idek darajadagi hurmatga erishadi. Bir narsa bilmaslik bilan dunyodagi eng tuvan darajaga tushishi mumkin. Şumaşka deyimiz insan adatta hayatta en yukarı derecelik insan badep qaralsa şu insan bilen en tüven derecelik insanın ki cismi okşaş. Cismide ekvatkan kan okşaş, beden okşaş, hemimiz okşaş tamamen. İlla ki bu işkisinin oturduğu fark kallasıdaki topluğan malumat, topluğan bilim, ügengen bilimi de yani. Mandakçet vakitte İnsanın hayatının derecesi ve insanın şu hayattaki derecesine bütünley ügengen bilim belgileydi. Bu noktadan dünyada insanın en
tunca qadamini ügünüşten aladı. İnsanın hayattaki hayatı ügünüşten başlanıdı. Şunaşqa peygamberlerin tuncu vazifesi mi şu ügetküçü buluş şekilde öğretildi. Siz bayatın okugan hadiste Peygamber aleyhisselam men muallim bulup qana qıldım, öğretildim. Deyişi, çünkü insanın her qandaq işi, her qandaq sahası avval nereden başlanıdı? Ügünüşten başlanıdı. Şu noktadan ügünüşnün, ügütüşnün, ügen gücünün, üget gücünün ki faziletini Allah subhanahu wa ta'ala o kadar derecede kötürüşün sebebi şu. Ben şu noktadan kalamı kep qağa mındaq bir ahvalını, şu münasibetle ortaklaşay. Mesela biz muhaciretke çıqqandan keyin yoki majburiyatda qilib qolgandan keyin bizning mayli iqtisodiy jihatda, siyosiy jihatda eng cho'ng yo'liqqan narsamiz nima desa, nima ish qilishni o'qimaslik. Bugun o'rtadagi siyosat kişileri yoki iqtisod kişileri yoki bilim kişileri deyli, her soha kishilarning eg'izdan bizni anglayotgan narsamiz nima desa, bugun nima ish qilishni o'qimaslik. Bu yerda Şeyh Yusuf Qaradavi, ustozimiz Yusuf Qaradavi o'zininki Fiqhul Avlaviyat kitobida o'tirib qo'ygan bir o'qim bor. Al-ilmu qabla al-amal. Har qanday ishdan ilgari avval qana qilish kerak, o'rganish kerak. Hatto inson la ilaha illalloh deyishdan ilgari qana qilish kerak, o'rganish kerak. Qur'on Karim fa'lam annahu la ilaha illalloh. La ilaha illalloh. Hatta la ilaha illallahdan büyük gap yo'q dunyoda. Muşundan ilgirimi insan avval qana qilish kerak, o'rganish kerak. Peygamber aleyhisselamga Jibril tunç uçurgan vaqtda nima dedi? O'qu dedi. Çünkü insanın her işi o'rganishdan boshlanadi. Yani muhaciretdagi qarindoshlarimiz mesela bir misal alay. Her yana o'zgarishlik bir qoidasi prinsipi shu mu o'rganish hamdi. O'rganish desa nuqol men maktabni ham ko'z tutmayman. Her qanday ishning qoida prinsip yo'llarini qana qilish o'rganish. Mesela bu ahval ko'proq kimda ko'rildi desa, şu iqtisodlik ish adamlarida, yani tijoratchilarda ko'rildi. Vatanda Allah ma'lum iqtisodni bergan. An Turkiyaga chiqqandan keyin yoki Turkiyada qilib qolgandan keyin to'g'risi bir ish qilayli deb bir ishga kirishdan ilgari eng burun dinning ta'limoti bo'yicha, din bizga tushuntirgan bo'yicha qilmoqchi bo'lgan ishni o'rganish kerak. Riyaning tilini o'rganish kerak. Avval til muhim. Ticaret usullerini öğreniş gerek. Kaidesini öğreniş gerek. Ama ta'til yol tutqanlık tüpeyledin bazı bir kısım kişilerimiz, mesela ticaretçilerimiz öğrenmestin, bilmestin. Kirdi ticaretke maalesef qanday çıktı, malum ziyan bilen çıktı. Mesela dolar bazarıga. Mesela dolar bazarı deymiz, altın bazarı deymiz. Her yanın bir kaidesi var. Avval öğreniş gerek. Ustazımız Yusuf Qaradavi ta'kidlaganimiz şu. Her qanday ishning avval ahvolini o'rganish kerak. Diniy odamlarimizni shu bugungi biz millat bulus sübutimiz bilan ummatning bir qismi bulus sübutimiz bilan yashayotgan masalalarimizni diniy tarafdan hal qilinmasligimiz. Uning o'rni verish, behuda o'rni verish bizni hadirib qo'yatdi. Kishilarimizni charchatdi. Olimlarimizni charchatdi. Asli bu nuqtalarga biraz o'rganish ketdi. Buna desek, bir kısım ustazlarımızın konuya gelmiş, son ustazlarımızga Allah bergen büyük ilimler var. Katta bilim var. Ama fevqa kulli zi ilmin alim degende. Her qanday bilimning ustida bilim bo'lganda, her qanday olimning ustida olim bo'lganda, her qanday muhitning o'rganishga tegishli bir taraflar bo'ladi. Bu tarafni mening yeshim cho'ngib qoldi, men planiyaga berib qoldim demasdan qanday qilish kerak? O'rganishimiz kerak. Mujohidlarimiz mi şu? Siyasetçilerimiz mi şu? Biz bugün çıkış yolu yok. Deyishdan ilgari biz yashayotgan atmosferaga nimalar ketadi? Bizning chiqqan hozirgi qiyinchiligimizning talabi nima? Bu nuqtalarni o'rganish kerak. Ya'ni xulosalgan vaqtda birinchi savolni insonning chiqish yo'li qilmoqchi bo'lgan ishini o'rganishdan boshlanadi. Shunlashqa inson yer shariga tushirilib hayotni boshlagandan tortib Allah muallimsiz qo'ymadi. Muallimning tunisi payg'ambarlar. Peygamberler insanlara özünün çıkış yolunu qanday qiladi, o'rgatdi. Shunlash payg'ambar men muallim bo'lib avatildim degani
hayotda har odam muallim, har odam nima o'quvchi. Hayotdagi har qadamimiz shu qadamni o'rganish to'g'ri keladi. Qarindoshlarimiz xato tushunib qolmasin. Mening nuqul o'rgatish deganim bir boshlang'ich yoki o'rta maktab yoki oliy maktabga o'xshash ustal, o'rindiqda o'tiriblar o'rganish emas. Har narsani o'zining sohasida o'rganamiz. Masalan, bir odam oshpazlik o'rganmoqchi bo'lsa, o'choq boshida o'rganadi. Suv uzishni o'stangda o'rganadi. Uçquchilikni ariflardan o'rganadi. Ya'ni har odam qilmoqchi bo'lganini oldi bilan qanday qilish kerak, o'rganish kerak. Uning nazariy qismini egallash kerak. Uni mushnoqlar biz qarab chiqqan vaqtimizda insonning hayoti o'rganmay davomlashmaydi. O'rgatmay davomlashmaydi. İnsanın hayatını o'rgatgan odamning darajasidan ortiq daraja yo'q. O'zining kelgusi hayotini o'rgangan odamdan ortiq daraja yo'q. Chunki Payg'ambar islom ya o'rgangichi bo'l, ya o'rgatgichi bo'l, yoki ularga ham suhbat, hamroh bo'luvchi bo'l, yoki ularni yaxshi ko'ruvchi bo'l deb kelib bashini so'qqanman. Chunki yashayman degan odam, bir ishni qilaman degan odam o'zining olmoqchi bo'lgan qadrini bilmagan odamninki vayron bo'lganligi aniq. Tugishdiganligi aniq, mutlaqo bir hanga tushadiganligi aniq. Bu nuqtadan dunyoda va oxiratda saodatman bo'laman degan inson cho'qim qana qilish kerak, o'rganish kerak. Bu payg'ambarlarning darajasi. Payg'ambarlar dal mushaydan boshlagan ishni. Shunga Rasululloh hadisda, bayatni sizlar o'qigan hadisda men o'qituvchi, o'rgatuvchi bo'lib avatildim degani shu. Rasulullohning ummati bo'lish sifatimiz bilan biz bir o'rgatuvchi ummatdi. O'rgatuvchi degan avval o'rganishni talab qiladi. Ya'ni hamma bilan o'zimizning qilmoqchi bo'lganimizni qanday qilishga o'rganish kerak. Agar o'rgansak, bugun qitim chiqib qolgan, mushu hozir holat chiqib qolgan qiyinchilikdan qanday qilishimiz qutulishimiz mumkin. Men bir kichik savolning javobini yana masalan hozir mana shu o'rganish va o'rgatish to'g'risida bo'lyapti. Tamommi? Bugungi ahvolimizni har bir musulmon, muhojiratdagi har bir Uyg'ur musulmoni mayli qaysi davlatda bo'lishidan qat'iy nazar o'ziga munosabatlik doirada o'rganish kerak. O'rganishimiz kerak. Ya'ni masalani hal qilishga tirishish kerak. Ya'ni kishilar har xil bo'ldi. Ba'zi tijoratchi bo'ldi. Shu odamning tijorat nuqtasida bugungi ahvolimizdan qutulib chiqish yo'lida qo'shadigan bir to'pisi bor. Ba'zi ilm odamlari bo'ldi. Ularning o nuqtada, ba'zilar siyosatchi bo'ldi. Ularning o nuqtada har odam o'zining doirasida bir narsalarni o'rganib bugunga chiqishini tepish kerak. Men bir gapni qo'shib qo'yaman javobning oxirisida. Her bir milletning ma'arifi 30 yildan keyingi taqdirini belgilaydi. Biz bugun mushu kunga qanday chiqib qolgan bo'lsak, mushu qiyinchilikqa qanday chiqib qolgan bo'lsak, 90-yillar, ya'ni xususan shaxsan o'zimning o'qish yillari, 90-yillar atrofidagi ma'arifning natijasi bugun. Agar shu vaqtida bugunni ko'zlab, bugunga hozirlab tarbiyalangan bo'lsam, men bugun mutlaqo bir chiqish yo'lini suna olaydim millatga. To'g'ri. Bugun o'rtada bor har odam shu vaqtning odami, yo 60-yilning, yo 70-yilning, yo 80-yilning, yo 90-yilning odami va shu vaqtdagi ma'arif bugunni ko'zlaganmi, ko'zlamaganmi bunisi aniq emas, yo ko'zlagan, yo ko'zlamagan. Nim bo'lsa, o'tirdagi reallik shuki, bugungi chiqib qolgan qiyinchiligimiz chiqish yo'li topolmag'ida qiyinchilikning shu vaqtdagi ma'arifning natijasi. Endi biz bugun kelgusidagi avlodlarimizni o'zimiz chiqib qolgan mush qiyinchilik durumga tushizimizmi? Bizning yashagan mush qiyinchiligimizni yashashni davomlashtirsinmi? Qaror bizda. Bugun bolalarimizni qanday tarbiyalasak, o'qitish, o'rgatish, tarbiyalashga qanday ko'ngil bo'lsak yoki ko'ngil bo'lmasak, natijasi ya 20 yildan keyin, ya 30 yildan keyin aynı shaklda qanday qiladi ko'riladi. Allah razı olsun. Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallamning bir hadisida إن الله وملائكته حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير ليصلون على معلم الناس الخير. Bu hadiste ne demek canım Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Allah'ın malaikeleri acayip edilse, Allah'ın malaikeleri hatta uvuzdaki çümüle, hatta denizdeki biliqlarga qadar kishilarga yaxshilik yo'llarini, yaxshilikni o'rgatgan odamlarga duo qiladi deydi. Bu bir bishorat hamda. Nimishqa duo qilmasin? İnsanning hayoti bilishlanmaydigan bo'lsa, insonning har qadami
o'rgangan bilimiga qarab turib belgilanadigan bo'lsa, inson erishmoqchi bo'lgan bizning hayotimizdagi har natija o'rganganimizga qarab bo'ladigan bo'lsa va mushu xil shakldagi yaxshi natijalarga erishishga sabab bo'lgan odamga Alloh nima ish qilib rahmat qilmasin? Malaikalar nima ish qilib duo qilmasin? Cho'millar hatto bilqilag'icha bu nima ifoda desa, zot u odamning butun yaxshilikqa noil ekanligining ifodasi. Nima ish qilib noil bo'lmasin? Ya'ni bu odam hayotni boshqalarga o'rgatgan odam. Yaxshilik yo'llarini o'rgatgan, yaxshilik deglik, a? Xo'sh. Yaxshilik ifodasi bizning diqqatimizni tortadi. Nuqul diniy bilim, yana bir bilim emas. Yani insonning hayotiga kerakli bo'lgan har narsa yaxshilik. Shuni o'rgatganlarga butun dunyo marhamatini ochadi. Nima ish qiladi? Biz bir insonning qusqini to'yg'izib qo'yishimiz mumkin. Xo'sh. Ammo 4-5 soatdan keyin ochida o'qisak, har doim qajitib bo'lmaymiz. Muhimi uning bir vaqt qusqini to'yg'izib qo'yish emas, har doim o'zining qusqini to'yg'izadigan holatga kelib qo'yish. O'rgatish degan ma'noda narsa. Biz bir odamni ko'tarib bir necha 10 metr yoki mashinamizga solib ma'lumotga olib qo'yishimiz mumkin. Xo'sh. Ammo har doim qilishmaymiz-ki, uningga minishni o'rgatishimiz kerak. O'rgatish ma'noda narsa. Ya'ni bir narsa bergandan shu narsani topalaydigan holatga qanday qilish, ekilish kerak. O'rgatish ma'noda narsa. Ya'ni boshqalarning mushayotda yashashni o'rgatish. Yashash deganimiz aziz yashash deb atalgan. Boshqalarga mahkum bo'lmay yashash. Xo'sh. Dushmanlarning suiqasdini bichit qilib yashash. Dushmanlarning suiqasdini bilib yashash. Mushlarning hammani o'rgatish kerak. Shuna vaqtda millat xarakterlik va shaxs xarakterlik, hatto kelgusi quriladigan davlat xarakterlik baxt saodatla yashaymiz. Bugun kuchib qolgan xafliqning hammasi bilmaganlik bilan tushgan ishlar. Masalani tushunmaganlik bilan tushgan ishlar. Ajdodlarimiz jang maydonida dushmanni yangdiki suhbat ustildi ketdi. Xalqimiz bulayotgan siyosatni tushunmaganlikdan ketdi. Hammasi o'rgatishning kamchiligidan, tushuntirishning kamchiligidan ketdi. Hamda demak, insonning dunyodagi hayotining baxt saodati, uning bilgan ma'lumoti, bilganiga, tushunganiga qarab turib belgilangan ish o'g'a yada. Xalqqa saodat bilan yashashni, baxtli hayot yashashni o'rgatgan odamga Alloh rahmat qilmasin. Malaikalar durud yo'llamasin. Cho'millar hatto biliqlar uchun unga mag'firat tilab qilmasin. Tabiiy talab qiladi-da. Hatto jannatga kirganlarni qanday sifatlaydi Qur'onda desa, "Vallazina amanu wattaba'athum zurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim zurriyyatuhum." Qiyomat kunisi jannatda kimlar bilan birga kelamiz desa, izimizda manganlar bilan birga kelamiz. Ya'ni biz bir haqiqatni tushundik, bir yaxshilikni tushundik, boshqalarga o'rgatib qo'yib ketdik, ular shu yo'lda mangdi. Xo'sh. Qiyomat kunisi bir hatto Qur'onda mushu shaklda alhaqna bihim zurriyyatuhum degani. Ularning kinki avlodlarini qo'shdik degani cho'nglar. Ya'ni ota-onalar, ajdodlar avlodlarga ma'lumotlarni, bilimlarni qoldirib qo'yib, yetaklab qo'yib ketdi. Bular shuning asosida to'g'ri yo'lga mangdi, undan keyin oxirgi jannat natijasida bular o'rtoq qilishdi, bir yerga keldi degan ma'noni ifodalasi kerak. Agar ta'lim islomiy ong bilan berilganda eng buyuk ishni amalga oshirgan bo'lgan gapga hamda undaqda muallim ta'lim tarbiyani qanday qilganda kasbiy tuyg'udan mas'uliyat tuyg'usiga ko'tarib ta'lim bera oladi o'quvchisiga. Biz suhbatimizning beshida deb kelayotgan bir haqiqat bor bu savolga qarata. Hayotda kishiga qilishga tegishli ishni o'rgatish bu hayotning davom qilishining bir asosidir. Inson bu haqiqatni tushungan vaqtda boshqalarga o'rgatganiningki odatdagi ish emas ekanligini tushunadi. Men uni nima o'rgatsin? Eng yuqorisi uningga hayotida tanlaydigan yaxshi yomon iymon, kufr yo'lini tanlash, diniy bilimdan tortib. Undan boshqa bilimlarning hammasi qanday bo'lsin, bir odamga bir bilimni o'rgatgan odam men buningga bir hayot beryapman. Kelgusini ato qilyapman. Shuning sabab bo'lyapman ya'ni. Buning kelgusi yaratilyapti degan tushunchaga ega bo'lmaganida hayot buziladi. Bilishimcha kichik vaqtlarimizda mayli
bayatın deganimizdek diniy o'quv o'qitish yoki boshqa o'quv o'qitish, boshqa kasb o'rgatish hammasi mushu asosida deb o'ylayman menchu. Ammo kasbiy tuyg'u demoqchiman yana. Ya'ni mas'uliyat tuyg'usi. Mas'uliyat tuyg'usi. Mas'uliyat. Birisi-birisiga biraz o'rgatyapman desa, uni bir yuksak mas'uliyat sifatida. Cho'ng ish qilayotgan, Allohdan savob umid qilgan, men shunday bir hunar, kasb o'rgatib qo'yish, buni bir o'qitib qo'yish orqali hatto muallimlar bir narsa o'rgatayotgan vaqtda o qadar hissiyat borki, men hozir Parishning qanotining ustida. Men bu bolaga Allohning dinini o'rgatyapman. Tamam mı? Dini ustozlığı mesela o tuygu, o hissiyatını ötüde. Hatta kesip ketkenlermi aşta bir tuygu vattı. Ben küçük vaqtida bilishimcha biz ba'zi hünərlərini öyrənib baxqan desek, ustozlarımızda hatta bismillah bilan başlaydigan. Mesela tibabatni misalga alsak, hozircha saqtilishib ketdi deb o'ylayman men. Qadimgi ustozlarimizda ustoz shogirdini elishdan ilgari uningga maxsus bir turdan, hozirgi faoliyat degandek bir o'rin hozirlab, buni qasam qildirib, masalan tijoriy axloq, chunki tibobat odam tul azdiga yerchu. Tibobatda har xil do'ri yasaqlandi, saxtlik qilindi. Doğru o'xshash, ichiga soladigan materialni o'xshash salmagandan keyin tanaqidi, osmon zamin farqida. Agar shunda insonning axloq, kasbiy axloqi tushgandan keyin bu bek qulay o'qidim buningga. Mush nuqtalarda alohida qasam qildirib, ya'ni shu vaqtdagi hunar usullarida hunar qilgan vaqtda xalqimga qanday qilyapman, xizmat qilyapman deydigan bir tuyg'u bor. Buni bilishimcha. Ügetgendimi, o bir moçan ammaydı, bir tin ammaydı ügetken şagirdin. Men bir amanetni qanday qilyapman, yetkazyapman degan аңда, hatta qasam qildirib, nimaga qasam qildirib deslar, birisi hunar qilish, kasb qilish jarayonida saxtfazlik qilmaslikqa. Ya'ni birisi bu har qanday hunar deganning bir retsept, har qanday kasb deganning maxfiyatlik bo'ladi ya. Kasb ahli bo'lmagan kishilarga qanday qilmaslikqa bermaslikka. Masalan, yilni shart qilib bilishimcha. Bir milliy tibobat o'rgatmoqchi bo'lgan cho'ng ustozlar o'z vaqtida vatanda shogirdlarga ya 4 yil, 5 yil. Nimishqa 5 yil jarayonida uning mijozini ko'rdi ekan. Kasbiy axloqi nachar odam tabiiyati. Yoki yaxshi odam buni ko'rdi ekan. Ya'ni buningga bu risqlarni berish loyiq bo'lar. Ya'ni mush nuqtalar nima demoqchi desa, ya'ni o'zi qilayotgan kasbni bir nuqul pul tepish uchun qilgan kasb emas, xalqqa xizmat qilish uchun o'rgatayotganimi xuddi bir omonatni alohida qanday qilayotgandek o'rgatayotgandek, yetkazayotgandek keyin Allohga. Mana bir xil hissiyotni biz kichik vaqtimizda ko'rgan. Ammo keyin dunyo iqtisotlashdi degan bir shamoldan hozir hamma narsa har qanday hunar kasb, hatto o'qitishgacha bu ishlarni shu diniy o'qitishgacha yamirdi bir kasblashib qoldi. Kasblashib qoldi degan demak jo'g'ini ko'rsatmoqchi. Sizlar ham hozir masalan yuqori degan so'zdan hamda biraz açsak bunu. Mesela milli tibabat o'xshash buni misol urib o'tgan bo'llar. Biz normal boshqa kasb masalan matematik olsun ya adabiyot kasbidagi o'qituvchilar bo'lsin ya tarixchi o'qituvchilar bo'lsin vatanda. Bularmi Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamninki la yusalluna ala muallimin nas khayra degan shu hadisning doirasiga kiramdi. Masalan, madam millatningki tarix bir matematikni bir o'qituvchi nima ish qiladi, o'quvchi nima ish qiladi. Bir tarixni o'qituvchi nima ish qiladi, o'quvchi nima ish qiladi. Masalan, matematikni bilinglar. Bir millatningki agar davlat bo'lib qolsa, bir kuchlanishning tub asosi. Bularni bugungi kunda bir davlatning asosiy bexatarlik qurilmalaridan tortib hammasi tamoman matematika asoslansak bo'ladi. Bir o'qituvchi, men bir davlatimni qo'g'dayman. Davlatimning mudofaasini ching'ataman, ishini taraqqiy qildiraman, masalan. degan maqsadda o'rgansa, silcha uningdan ortiq bir kasb yo'qmi? Shu yerda asosiy kiradi. Albatta. Va shu asosda o'qsa, ama tabiiyki niyat boshqa bo'lib qolsa, ilohiy adolat shuki har odam niyatiga erishadi. Ama biz yüksek isil g'oya, isil niyatliklar haqida bilamiz. Masalan, tarix desak, tarix
bizga o kadar qissalarni so'zlab turadi. Ata ajdodlarimizning xatoliklari va to'g'ri yo'llarini turadi. Masalan, millatimizning ketkizib qo'ygan yerlari, dushmanimizning hilagarligini deb turadi. Mush nuqtalarni yakunlab, xulosalab, bundan keyingi hayotimizda xatolaşmaslik uchun asos solishni niyat qilgan o'qituvchining fazilatli o'qitish bormi yo'qmi? Buni niyat qilgan o'quvchining fazilatli o'qitish bormi yo'qmi? Nima ish kirmasin? Ama niyat boshqa bo'lib qolsa boshqa. O zaman nima sababdan bizda diniy va fanniy deb ayirib daha yaqin kadar Allah'a şükür bugün kunda chat muhacirat hayatımızda çık yıkılışış, düşünüş hasıl kılınıp bir ahvalla boğan oldu ama nima sebepten ilgili bu ahvalla barlık geldi? Şahsen benim Allah'ın dini fenni deb gap yok. Ya cemiyetteki bir ayet bana tesir kılınlık bu noktada. Ela lehul halku vel emru. Yaratış Allah'ın ve şununla göre buyruk Allah'ın. Allah hayatta insanı kereklik nimi yaratkan bolsa, bunu da mutlaka Allah'ın bir buyruğu var. Benim bu gibi mençesinden cevap yiydi. Eğer bunu inçikeleştirirsek belki ben suikast nezriyesi bek çok bek işinip ketmeyim. Köpünce mesela aval özümüzden çıkıyordu, andaki düşman yuşuktan paylanıyordu. Köpünce vakitlarda. Aval düşmandan suikastı, andaki bizdeki mağlubiyet gelmeydi bence. Aval özümüzdeki boşanlık, acizlik, zafiyet, yuçuk, andaki düşmandan şu yuçuktan kana kılışı, kirişi. Allah la yugayyiru ma biqawmin hatta yugayyiru ma biyafsihim. Benim göz karışım bu. Ben aval sualını özümüzge koymayın. Özümüzge atmayın. Şu noktada ettiği vakitte düşmanın suikastı, yani şunda bizni bir neçe parçalaş için, yani bizni hayattan ayırış için suikastiga özümüzdeki na akıllık yoki na düşüncemizin acizligi tufayli yuchuq etib yerimiz var. Şu bu yerdeki penni, dini deb ayrışlar tamamen hata ayrış. İnsanga keterlik narsaning hammasi dini. Xususan mening nazarimda men tushungan dinda va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun. İnsan jinni manga ibodat qilsin uchun yaratdim dedi ya Allah. Xo'sh. Ba'zilar mushayat qarta inson davomli masjidda o'tiramdi deydi. Yo'q, insonning ishki putlab mangan hayotining hammasi ibodat. Madam Allah ko'rsatgan yo'lda mangsa, shu nishonga qarab mangsa, insonning har ishi ibodat. İnson qilgan har kasb ibodat. Faqat darajasi o'xshamaydi ba'zi. Chunki har qanday ishning darajasi o'xshamaganga o'xshash. Xuddi biz tijorat qilsak, o'xshamagan kasblarning topadigan paysi o'xshamash bo'lmagandek, daraja o'xshamaydi, oladigan ajr o'xshamaydi. Buning yuqorisi va to'ni va eng yuqorisi la ilaha illallahdan boshlanadi va shuni o'g'itishdan boshlanadi. Onda boshqa kasblar. Mening nazarimda bu. Shunga boshqasi degandek, madam bizning millatimizga, islom jamiyatiga, islom davlatlariga, masalan, islom davlatiga foydali har ish Allah qo'ygan ibodat hisoblanadi. Buni o'rgatuvchi o'xshashla kishilarga yaxshilik o'rgatgan qatorida mag'firatning tahtiga, istig'forning tahtiga daxil bo'ladi. Bo'ladi bugungi kunda buni o'xshagan sapsatlarga, shunga o'xshagan ziyonkashlik qilinayotgan bizningki davoyimizga bo'lsin va milliy birligimizga bo'lsin, musulmonlarchiligimizga bo'lsin, ziyonkashlik bo'layotgan mana shunday o'ttirdik eqib tushgan ba'zi shunday o'xshagan gaplarga xotim berish intayin muhim deb qarayman-da. Tabii muhim. Hem sizlar bizning nima ish qiladiganimizga boqadi. İşin neticesi, yani işin mas'uliyati o'rtadagi kichik olsun, cho'ng olsun. Sizlar bizdek o'rtada bor odamlarning ustiga tushadi. Allohning diniga da'vat qilish, diniy da'vatlar ta'lim, tarbiya kategoriyasiga kiradi. Tabii kiradi. Chunki men bayatım dedim ya, o'g'itish degan hamallam ko'z oldimizga, doska, sinib, urundoq, üstel kelmesin. Her o'g'itishning o'ziga yarasha bir maydoni var. Xo'sh. Başlangıç o'quvchilarining o'ziga yarasha bir sinf bo'ladi. Xo'sh. Maydon bo'ladi, sohasi bo'ladi. O'rta maktab, oliy maktab, andan avom xalqni o'g'itishninki o'ziga yarasha bir maydon bo'ladi. Xo'sh. Maktabda qo'ydiganlarni maktabda o'g'itadigan gap, sirtda o'g'itadiganlarni sirtda o'g'itadigan gap. Siz degandek da'vat shu o'g'itishning bir turi. Bizning shunga davomli şu ta'lim tarbiya kelgan vaqtda ayrilmaydigan bir ishkisizimiz var. Ta'lim, tarbiya. Ta'lim, tarbiya.
Undaqda da'vatda hamda o'zgacha uslub qo'llanish Allohning diniga da'vat qilishdagi ixlosga ta'sir yetkazadi. Özgüçü uslub degan sualni mening tushunchimda Qur'oni Karimda da'vatga chaqirishda ud'u ila sabil robbika bil hikmati wal mau'izatil hasana. Ya'ni ishni aqllochi qilish, ya'ni kishilarga eng nima munosib bo'lsa, shu shaklda da'vat qilish, cho'ng'a-cho'ngcha, kichikcha. Har zamondagi kishilarningki tasavvuri, tafakkuri o'xshamaydi. 2020-yildagi kishilarga 2090-yildagi 90-yil kishilar bilan kallasi bilan da'vat qilinmaydi. Bu noktadan sorulgan bu sual tabii ki en münasip şekilde zamanın tili bilen deganimiz kishilarning tafakkuri olmaz şekilde davet qilish bu Qur'oni Karimdagi da'vatning talebi. Ammo degandagi uslub o'zgartirishdan maqsad shamol qaysi tarafga chiqsa shu tarafga yetish. Kishilarning ko'ngli nimaga mayil bo'lsa, nimani tassa yoki kishilarning oldida nima yangilik chiqsa qiziqadigan, yangi ko'lning suvi tatib deganga o'xshash. Masalan, umumiy millatning manfaati, millatning yo'linishi o'ng'imangsa, shaqqada chiqibligida so'lga chiqib bir yangilik chiqarish. Yoki so'lga mangsa, o'ngga chiqib bir nima chiqarish, yangilik chiqarish. 10 yil ilgari shimolga chaqirgan bir da'vatchi 10 yildan keyin vaziyat o'zgarib, baza janubga chiqsa, shaqqada chapan o'zgartib, nega chaqirish, janubga chaqirish. Agar buni nishon qilgan bo'lsalar, bundoq da'vatchining da'vati Allohga va Allohning yo'liga da'vat qilish emas, kimga da'vat qilish? O'ziga da'vat qilish. Meniki savolimning nimasi bu? Ha, o'ziga da'vat qilish. Allohga da'vat qilishninki xarakteri, uslubi o'zgarsa-mu, xarakteri, prinsipi, savobatlari qanday qilmaydi, o'zgarmaydi. Doim nishon bir nuqtaga qarab mangdi. Gerçi uslub o'zgarsa-mu. Ondan keyin asosiy prinsiplarda bitat paydo qilmaydi. Yo'qishlarni qanday qilmaydi, paydo qilmaydi. Ayrimchilik qilmaydi masalan. Bu yerda ixlos yo'qlikni Allohning yo'liga chaqirgan bilan Allohning uzgi chaqirganning o'tirida menda bir alomatlar bo'ladi. Birisi haqiqiy Allohning yo'liga chaqirgan odam atrofdagilar bilan hamkorlashishni keskinat qilmaydi. Hamkorlashadi. Chunki dinning talabi shu. Ta'avanu alal birri va taqvo va la ta'avanu alal ismi wal udwan. Alloh rizosini birinchi o'rin qo'ydi yani. Allohning rizosini birinchi o'ringa qo'ydi. O'zidan boshqalarning shu yaxshilik tarafdagi teng minishini xohlaydi. Mana bu nuqta bor. Shayton bilan da'vatchining farqi. Da'vatchi o'zining boshqalarning ash yaxshilikka teng nailishni, jannat tarafga teng minishni, nijotlik tarafga teng minishni xohlaydi. Bu nuqtadan bularda hamkorlashish bor. O'ziga chaqirgan odam o'ziga chaqirgan odamda hamkorlashish olmaydi. Ondan keyin o'zininkini mana yana bir alomat, muhim alomatdan birisi. O'ziga chaqirgan odam o'zining boshqa hammani rad qiladi. Qaysi sohada ko'z ko'rgan bo'lsa, masalan deyli, diniy sohada bir odam tafsirda ko'z ko'rgan bo'lsa, tafsiri bilim, hamma bilim qog'alari baka. Hadisda ko'z ko'rgan bo'lsa, hadis asosiy bilim qog'ani baka. Bir odam boshqalarga da'vat qilishni ko'z ko'rgan bo'lsa, mushundan boshqasi baka. Bir odam diniy ustoz bo'lsa, diniy o'qitishdan boshqasi baka. Bir odam masalan o'quvchilar maktabdagi o'qituvchi bo'lib qolsa, bundan boshqasi hammasini nima baka. O'zidan boshqani butunlay rad qilish bu o'zga chaqirganlikning alomati. Chunki bizning jamiyatimiz, yoki bizning millatimiz ketayotgan bir mashinaga o'xshaydi. Mashinaga har xil zapchast kerak. Necha qitim oldim bu misol. Rol kerak, choq kerak, aynak kerak. Shunami? Uni yo'gab turadigan mashinaning tosh qapi kerak, tumi kerak, uningga benzin kerak masalan. Va boshqa lozimlik narsalar, har xil narsalar bor. Sen bir odam bilan yoki shu bir kasb bilan yoki bir soha bilan bizim millatning ishining hammasini oshirib ketishni atayin. Allohga chaqirgan odam mush nuqtalarni tushunadi. Hammani tan e'tirof qiladi, hammasidan tan qo'l tutishmaymiz deydi, ammo o'zga chaqirgan odamchi mushu tek chiqish yo'li, birdan bir chiqish yo'li, bundan boshqasi hammasi bekor, boshqalarni qanday qiladi, inkor qiladi. Mana bu alomat, shuning alomati. Ya'ni Allohga chaqirgan odam birisi yoki o'zga chaqirgan odam buning alomati. Alloh rozi bo'lsin. Hadi ustoz Muhammad Ali, biz hammamiz madrasada o'qib boqqanlik, maktabda o'qib boqqanlik, muallim bilan
o'quvchi orasidagi muomalani yaxshi bilamiz. Ammo muhojirat hayotimizdagi ba'zi madrasa va Qur'on kurslari da ba'zi bir shikoyatlarda eng oxirgi shikoyatni 2 hafta ilgari anglagan bo'ldim men. Darsini topshirib berolmagan o'quvchilarni ustoz bo'g'ichi qattiq urishdek kichik 9-10 yoshlik bolalar ekan hamda shular. Hatto ba'zi qizlarning kim shunday bir tayoq yegan ustoz tarafidan darsini topshirib berolmadim degandek. O'tirg'i chiqmoqda hamda. Bu vaqtda ba'zi bir nasihat va yo'l yo'riqlar berilgan bo'lsin. Hamda dinimizda shunday urib o'qiting deb bormamda o'quvchini. Mencha yuqorida so'zlagan mazmunlarda buning yetarli javob bor deb o'ylayman. Shunda bo'lsa-mu tekrar kichikgina qisqagina bir deb qo'yay. Chunki bizning suhbatimiz ham muallimning ham o'quvchining bo'lganligi uchun bu yerda o'quvchining to'g'risida bir biz bayatni deb keldik. Mayli yuqorisi diniy o'qitish, qolgan boshqa kasblarga qadar bu yerdagi o'gitish, o'g'inish xarakteri qanday ish. Buni biz bayatni belgilab keldik. Xo'sh. Bu nuqul bir kasb boshqalarga o'gitib qo'yish, bir o'quvchini Qur'onni yodlatib qo'yish yoki o kitobni o'gitib olish, bu kitobni o'gitish masalasi deb tushungan hammalar siz degandek masalalar bor. Bu dunyo yaratish bu. Kelgusini yaratish bu. O'zingdan yaxshiroq bir insonni o'rtaga chiqarish bu. Tarbiyalash bu. Bunda tushungan odam u urushning ashu o'quvchiga naqadar ziyonli ekanligini, naqadar salbiy ta'sir qilganligini, uning hozirgi bugungi hayotiga ham emas, kelgusidagi psixikasiga naqadar ta'sir qilganligini biladi. Nishon u emas bizniki. Unda psixikasi buzuq odam lozim emas bizga. Agar shu ustoz maymun tarbiyalamoqchi bo'lsa, tamam, olsun. Maymunlar var ya, sirikçiler sirik saladigan. Urudu, ahirisi gepani unutdu. Otadысы oturdu, kopdusu kopudu. Mesele bizge gepanlaşlar emas ya. Kelgüsü bir yaramlık evlatның ortaga çıkışı ya. Doğru. Çünkü ben bunu artık diyemem, gep kılamayım hem de ularga. Maymun terbiyelemekçi olsa, urup terbiyelesin. Urup digenine kıgılsın. Nişanı yetküsün, yadılmagan Kur'an'ı yadlasın, okumagan kitabını okusun, öğrenmeyen öğrensin, maymun terbiyelemekçi olsa. Ama Adem terbiyelemekçi olsa, muamelatını kurtuldurduğun evlat terbiyelemekçi olsa, gelgüsü, onun yolu uruş emez, onun yolu akıl şekildeki terbiyemi hem emez. Allah razı olsun. Nima uchun muallimning o'quvchisining moddiy ahvolini bilishi muhim deb qaraladi? Bu o'qituvchi hamda darsni bilib chiqarsa bo'ladigan gap emas. Ammo nimishqa hamda uning moddiy ahvoli, oila ahvolini bilishi muhim. Chunki o'qitish deganda ikki so'zdan ayrilmaydigan bir narsa. Xo'sh. Ta'lim, tarbiya. Tarbiya. Ta'lim degan ma'lumot sahibi qilish. Xo'sh. Tarbiya degani o'zining muhit, o'zining ahvoliga yarasha uni o'stirib yetaklash uni. Xo'sh. Endi mana shunday vaqt odam qilish ya'ni. Agar o'qituvchi o'quvchilar bo'lgan munosabatda faqat sinfga kirgandan keyin so'zlab qo'yib, undan keyin chiqib ketishib qolsa, bu faqat ta'lim beruvchi bo'ladi. Yuqorida bir kasbiy tuyg'u bilanlar. Kasbiy tuyg'u bilanlar. Bu bir kasb. Deb kitobni o'quvchi o'qituvchisidan bir narsalarni o'rganishi mumkin. Ammo uni haqiqiy tarbiyalash uchun uning ichki dunyosiga kirish kerak. Uning ota-bolalik munosabat o'rnatilishi kerak. Dadasi kim bilish kerak? Ailesining ahvoli qanday bilish kerak? Vaqtida mas'uliyatga yutkiladi-da. Ailesining sharoiti ahvoli qanday bilish kerak? Xo'sh. Shunda vaqtda uning uningga yarasha bir shaklda qanaqa qilindi, tarbiyalanadi. Ba'zi o'quvchilar ailesidagi ba'zi iqtisodiy nachar sharoitlar tufaylidan yoki undaq yoki mundaq bir sharoitlar tufaylidan psixikist masala ko'rilishi mumkin. O'rganish natijasi tufaylishi mumkin. O'qituvchi ailasini o'qigandan keyin, masalan deylik, bunda bir ahvolni oldim men. Bir o'quvchi matematikada tuvan. Bunun bir xil psixik masala var. Qolgan narsa go'zal. Shundan o'qituvchi bir qitimliq imtihonda mushu o'quvchiga savolni oldin berdi. Bu umumiy nuqtadan to'g'ri emas, ammo o'qituvchining oqig'ini o'quvchini favqulodda tushungan. Uningdagi bir nuqtada bir psixik masalalarni his qildi ya'ni. Bu masalani hal qilish uchun qilyapti-da. Shu qatimliq natijada buning natijasi favqulodda yuqori chiqadi deyli. Buni taqdirlaydi oldiga chiqarib.
Şuningdan keyin bu o'quvchi shu matematikada ilgili bilan ketadi. Ruhiy kayfiyat yuksaladi. Yükseldi yani. Yani bu bir misal. Yani demek olduğumuz şu ki zaten o'quvchi nimaga ehtiyojli buni bilinmagan o'qituvchilanmaydi. Mayli moddiy jihatdan, mayli ma'naviy jihatdan. Agar ma'naviy jihat bir narsaga ehtiyojli bo'lsa, yordam berish kerak. Moddiy jihatdan bir narsaga ehtiyojli bo'lib qolsa, o'zi yordam qilish kerak yoki boshqalardan tepib bo'lsa-mu qanday qilish kerak? Hal qilish kerak. Ya'ni shu o'quvchi normal boshqa o'quvchiga o'xshash bir xil normal ruhiy holatga ega bo'lmasa tarbiyalanmaydi, o'qimaydi. Shu nuqtadan o'qituvchi bir sinfda do'stning oldida o'zining o'quvchilari bilan bo'ladigan kishi bo'lib qolsa bo'lmaydi. İki nuqtani tushunish kerak o'qituvchi. Birisi o'zining ularga ta'lim berayotganligini, yana birisi o'zining ularni tarbiyalayotganligini. Tarbiyalash, uning bir narsa o'rgatishdan boshqa ruhiy holatini yaxshilash, qanday o'quvchilikni o'rganish, qanday odam bo'lishni. Masalan, o'quvchining sinfda masalan yoki shu qaysi sohadagi darslar bo'lsin, o'qituvchining ortiqchiligini saboqdoshlarining oldida deyish masalan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning sunnatida ko'rsatilgan-ku. Ortiqchiligini bilish, kamchiligini bilish, ortiqchiligini muayyanlashtirish. Texmi? Kamchiligini ma'lum shaklda tuzatishga amal qilish yani. Bu masala intayin muhim masala. Xuddi bir kichik ko'chatni ortiqchiligini o'ttirg'a chiqarib ilgari surilgan vaqtida kamchilik avtomatik holatda ozishga boshlaydi masalan. Bir kichik ko'chatni daraxt qilgan holatga o'xshaydi. Tashlashdan mayma qolishi mumkin. Agro daraxt qilishi mumkin. Buni yondan chiqib qolgan butoqlarini kesib, ruslab, bir yanga azroq qing'ib qolsa, acha deymiz biz. Acha, yulab uningga tuzlab bir butun daraxt qilgandan keyin o'zini tutib tura oladigan mustaqil holatga kelgan vaqtda unda qilish ketmaydi u vaqtda. Sendan qanchalik mehr shafqatni kelgan o'quvchi kelgusida o'zining o'quvchilariga, atrofidagilarga o qadar mehr shafqatni beradi. To'xta, ta'lim tarbiyada qissa va hikoyaning ahamiyati va roli nimalardan iborat? Insonda mana bir ojizlik bor. Ta'lim tarbiya Qur'on bizga yomon ko'p qissalar bilan ta'lim tarbiya urdi. Insonda mana bir ojizlik bor. Yani insonni ya ba'zi nuqtalarda haddidan oshadigan bir yani belgilanmagan bir chegara bo'ladi yoki uni qisib oladigan bir chegara bo'ladi. Xo'sh. Haddidan oshgan chegara bo'lib qolgan inson o'zining nima ish qilishi, qilgan ishining qanday natijasi kelishi, qanday salbiy natijaga erishib qilishni uqmaydi. Xo'sh. Bularga mushunga o'xshash hayot yashagan odamning qissasini so'zlash orqali. Manda qildi. Natijasi nima bo'ldi? Masalan, bir kichik bola bor, yangi prova oldi. Mashinani davomli belgilangan sur'atdan oshib haydaydi. Oshirma desa, balkim oshishi mumkin, uning ta'sir qilmasligi mumkin. Men bushda nochadam deyishim mumkin. Ammo buningga bir hikoya so'zlaymiz. Bultur ya oldin qoida, ya manda vaqtda palani mush yo'lda qazo qildi. Sabab nima? Sur'atdan oshib haydash. Bir hikoya so'zildi. Rasboga hikoya. Bu buni biraz yüzünü bildirdi yani. Doktora, ama men o'zimning qinimning qiziqligi, meni ma ishni o'ziga tortganligi meni biraz mana o'sha masala. Qur'on bizga o qadar ko'p qislarni birda qarasa. İnsanning mijozi qanday mijoz desak, yine kessak boshqa ketamiz. İnson bunda erkin yaratilgan maxluq bo'lg'achqa, mijozini o'zaligi muhitidan, atrofidagi muhitdan olgan bo'lg'achqa, inson erishgan sirdan oshadigan bir maxluq. Bunun cho'qim aşıdığı, haddidan aşıdığı yerlerini kesip turadigan bir cheklama bo'lmaydi. Bu cheklamalar asosan qissalar orqali amaliy o'tgan bir voqealiklarni so'zlab, paloni bunda qilgan, bu kuni bunda qilgan, bu kuni payg'ambarning bunda qavmi bunda haddidan oshganlik uchun ular bunda jazolangan deyish orqali keyingan durimiz. Bu bir nuqta. Yana bir nuqta, inson ba'zida o'zini favqulodda ojiz chaqlaydi. Qilalaydigan ishlarni qilmaydi. Buningga shuningga o'xshash insonlarning tirishish orqali bu cheklimani buzib tashlab natija qozonganligini. Masalan, turib agar silbizga qo'yarsa, bizning dushmanlarimizning soni, hozirgi iqtisodiy, siyosiy dunyodagi o'rniga qarab mumkin emas deymiz endi biz. Shunami yo'q? Taqobul turish mumkin emas, taslimiyat ruhi paydo bo'ladi. Ammo bizga qissa kelib deydi-ki, yo'q.
Dünyada Musa Aleyhisselam'dan kavmiga o'xshash keynida bir dengiz. Aldıda, yani al keynida milyon kişilik Firavun qo'shini. Aldıda bir dengiz. İkkining arasida qolib qoldi. Quldu hech nima yo'q bularninki. A qo'shin dunyodagi eng kuchli imperiyaning qo'shinlari. Har xil sal. Kep qasam qirg'itiniqlar. Mashta holatdagi bir qo'shinni qana qildi. Mashta holatdagi bir kishilarmi yengildi. Yani buldun qutlaldı yani. Allah chiqish yo'li verdi. Chiqish yo'li verdi. Qur'onda bunga o'xshash qissalar bak ko'p. Bir odamning zindonga kelib yotgan bir odamning Misrning podshohi bo'lgan qissalar. Bizga o kadar ümitni bag'ishlaydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning siyratlarida masalan. Rasulullohning siyratlarida Taifdagi kichik balalarning qadar bir sarang mato kishilarningmi tosh etishlaridan qo'llangan payg'ambar. Buna qissalar insondagi chek-chegini buzib tashlaydi yani. To'g'ri, hamma odam ya. Hayotda bo'g'a ishga ya bu. Palanim yengibdi ya bu qiyinchilikni. O'zimizning tariximizni qaytilgan bo'lsak, o'zimizning tarixga qaytsakmi, misollar ko'p. Ya'ni qissaning bu qadar foydasi bor. Qissa yolg'on bo'lmasligi kerak, ya'ni to'qilgan qissa emas, amaliy qissa, hayotda bo'lgan qissa. Bu ta'lim tarbiyada mayli kichik bolalarni tarbiyalash olsun yoki avomlarni tarbiyalash olsun, qissaning roli nihoyatda ko'p. Allah razı olsun. Biz vaqt münasebeti bilan bu suhbatimizninki oxirgi qismiga kelib qoldik. Yani bu münasebet bilan muallim va o'quvchilarga, yani o'qituvchi va o'quvchiga ikki og'iz yurak so'z qilingan bo'lsa 1 minut. Shu munosabat bilan mening deydigan qisqagina gapim, mayli o'rganuvchilar bo'lsin, mayli har sohadagi, mayli o'qituvchilar bo'lsin, millat unda oson qutlanmaydi. Bu qiyinchilikni mu unda oson tushmadi. Xo'sh, 2-3 kun ichida tushgan qiyinchilik emas. Necha yil tariximizga qarasak 300 yilda tushdik biz bu qismatga. Aşının hammasının bir jarayonlari bor. Bizning nimalarga sal qaraganligimiz bor. Bilimga qanday sal qaraganligimiz bor. Mushtoqlarni umumiy qaragan vaqtimizda bizning qutulishimizmi uncha tez bo'lmaydi. Ammo bo'lmaydimi bo'lmaydi ham. Yani anda asan qutulmaymiz, ammo qutulmaymi qolmaymiz. Cho'qim qutulamiz. Ammo bu qutulish bugun kunda bir narsa o'rganaman deb menvatqanlarga qarashliq, o'rgitman deb menvatqanlarga qarashliq. Mayli siz diniy ustoz bo'ling yoki boshqa har qanday hunar kasb, boshqa kasbdagi bir ustoz yoki o'quvchi bo'ling, o'zingizning kasbini bir kasbiy nuqtadan, ya bu mening bir hayot jon boqishning usuli, jon boqishning yo'li, men o'qib jon boqaman, o'g'itib ma'ashab jon boqaman degan yo'lda qilgan bo'lsangiz, shu ishni qilgan bo'lasiz. Jon boqqan bo'lasiz. Ilohiy adolat shu, sizga jon boqqandan boshqa ajr berilmaydi. Bu bir. Agar masalani bir kasb noktasidan chiqarib hayotiy vazifa, bir risolat noktasiga ko'tara olsangiz, sizning qilayotganingizning hammasi jihad. Siz bu bechora musulmonlarning, bu millatningki qutulishiga sabab bo'la olasiz. Ondan keyin mushu nuqtadan bo'libmi diniy sohadagilarga deydigan gapim, ilm o'g'itish, ilm yoki o'g'itish Jambaqadigan vosita emas. Jambaqadigan nurg'un vositalar bor. Bayatın deganimdek ilm yoki o'g'itish bu millatni yuksaltirishning bir vositasi. Hatto bu haqda ulamolarning o qadar so'zlari borki, Imom Shofiyning va boshqa ulamolarningki bir usulchining usul o'ynab topgan pulisi bir diniy olimning o'zining o'g'itishi, kishilarni yetaklashini vosita qilib turib, mandaq qilgan vaqtda din tijoratlardan topgan pulisidan ming hassi yaxshi yoki undan yaxshi degandagi o'xshash eskartishlar bor. Bo'libmi millatning eng chong ideya, fikr, yo'lini yaratadiganlar diniy ustozlar. Chunki millat musulmon millat. Qanday kasb bilan shug'ullansin, bularga dinning ta'siri favqulodda chong. Şunlaşqa diniy ustozlar va diniy o'quvchilar o'zining qilayotgan har ishidan agar azroq %1% mo jon boqishni, pul tepishni niyat qilib qolgan bo'lsangiz, xato qilgan bo'lsangiz, kasb almashtiring. Agar unda qilmasangiz,
Yani niyetde Allah rızalık için bo'lib qolsa, Allah sizga, Allohning malayikalari sizga dengizdagi biliqlarda, o'zidagi chumillaqcha sizga istig'for etadi. Alloh dunyo oxiratda baxtingizni bersin. Hurmatli qarindoshlar, huquq va majburiyat nomli suhbatimning 24-bölümü mishada oxirlashadi. Allah'ın muvaffaq qilishi bilan huquq va majburiyat nomli mavzu ostida 24 bölümge sig'dirish planlangan suhbatimizning oxiriga keldik. Biz hozir qadar huquq va majburiyat mavzusi ostida ayollarning erlar ustidagi haq-huquqlari va mas'uliyatlari degan mavzuda 3 suhbat, erlarning ayollar ustidagi haqlari bu 3 suhbat, ota-onaning farzand ustidagi haqlari bu 2 suhbat, farzandning ota-ona ustidagi haqlari bu 2 suhbat, islomiy bir jamiyatda shaxslarning o'zaro munosabatlariga aloqador adab axloqlar bu bir suhbat, xulum xo'shning haq-huquqlari, islomda urug' tuqqanlar orasidagi munosabat o'lchimi, xizmatchiga islomiy axloq bilan muomala qilish, faqir miskinlarga islomiy axloq bilan muomala qilish bu 2 suhbat, ojiz va miyiblarning haqlari, kasalning haqlari, yetimning haqlari va uning bilan qanday muomala qilish, yetim va uning jamiyatga bo'lgan ta'siri, o'limalarning haqlari, ularga hurmat ko'rsatish, so'zlari shariatga zid kelmagan asosda ularga itoat qilishning islomdagi o'rni, islomiy axloqda o'smirlarga qanday muomala qilish kerak, yoshlarning haq-huquqlari, yashanganlarning haq-huquqlari, islomiy prinsipda o'quvchi bilan o'qituvchi orasidagi haq-huquqlardan iborat 24 qismliq bu suhbatimizni Allohning muvaffaq qilishi bilan mushu yerda oxirlashtiramiz. Allah subhanahu va taolodan yana boshqa bir suhbatlarni, boshqa bir mavzuda yangi suhbatlar bilan uchrashguncha Allah subhanahu va taolo sizlarni topshirdim. Allah subhanahu va taolo hammanglarga buyuk ajr azim ato qilsin. Bu munosabat bilan bu suhbatga vaqt chiqargan ustoz Muhammad Aliga chin qalbimdan rahmat aytaman. Allah subhanahu va taolo qiyomat kunida buning buyuk ajri va hasanatlarni ato qilishini ulug' Allohdan so'rayman. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.